Barchaga assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Qoliplar sotiladi deb video qo'yaydik. Ko'p odam shu niche qolipingiz bor deb ko'p savol javob bo'lgani uchun niche qoliplar borini qaytadan video aytayotirman. Ko'rib o'taverasizlar. Kauchuk qoliplar yana birinchi quyilishi bo'lgan bu. Qayta 2-3 marta quyiladi bu, bilsangizlar. Ikkinchi, uchinchi emas, birinchi quyilishi. Chang bo'lib turibdi, ishlatilmagandan keyin bizlarda hozir bir xato yuvib olsa top-toza bo'ladi. Yine işinlik qoliplar bor do'stlar, yani PSK'da ikkita ugullari bor. Katta xil variant, har xil variantda bor do'stlar. Yana 2-3 xil variant bor. Kelgan vaqtda ko'rishingiz mumkin. Hozir qisqa video etib, o'sha yerda ko'rsatyapman. O'sha 200 kilo, 210 kilo atrofi chiqadi. To'shni olib o'lchab ko'rmadik. Примерно shunday atrofi bor. Ko'rishingiz mumkin, Ugullar ham bor, uy ichine gitadi. Patalochniy gullarimiz ham bor. Bu yan komplektning chap o'ng tarafi. Buning ajlamiz ham bor. Dolu hammasi toza sifatli rezinkalardan quyilgan do'stlar. Dolu. Ko'rasizlar, bel bog'lar bor, versachilar bor. Yanda patagonliklar bor. Bedan patagonlik bor. Har xil variantda bor. Yine ugul güllerimiz yine. Bu aynaların ortaları. Ugul güller. Uy içindeki. Bir de 3D variantlar var yine. Geçenizde görüp alabilirsiniz yine. Yüz gezip bittim yine. Qolipları. O kişi bir siyah açıp veremem dedi o adama. Bu onun hemen şarayıtı bu.